Do'stlar, qaranglar, bunday zo'r joy bo'pti, bir dam oladigan joy bo'pti. Kechagi yomg'irdan so'ng umuman ham dahshat bo'lgan atmosfera. Bunga qaranglar. Qaranglar. Hamma narsa mazza qilib. Umuman dahshat. Dahshat bo'lgan bu yoqda havo bulut, o'tlar o'sgan. Bunday qilib toqqa chiqib, toqqa dam olaman desanglar, mana bu yoqda tog' ham bor ekan, hozir yaqinroq ko'rsataman. Qarang. Tog'lar, bulutlar, suvlar bor. Dam olishga xullas dahshat joy. Oppa. Qaranglar, suvlar hammasi dahshat. Xullas dam oladigan joy dahshat, bog'ning ichi. Manzil Samarqandda. Samarqand Robot tumanida ekan. Bog'ni ko'ryapsizlarmi? O't zo'r vafshi. Qaranglar, o'rmon-ku bu yer, o'rmon. Adashib ketmasanglar bo'ldi. Ichin qaranglar. Dahshat-ku. Qaranglar. Qaranglar, arzimaydimi? Bitta like, obuna, kommentariy arzimaydimi? Qaranglar. Vafshi. Ko'ryapsizlar? Bomba, qaranglar. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Oxir bu yoqqa qarab ketgan. Ha, bu yoqda sizlar kelsanglar, mana bunday xizmat ko'rsatadiganlar ham bor. Xizmat ko'rsataveradi. Sizlar mana bunday tog'larga chiqib, qirda baland qirlarga chiqib ham varrak uchirishga ham sharoit yaxshi menimcha. Tongda shudring tushar ekan, shudring tushgani shuncha oyoqlarim ho'l qilib yubordi. Bilmayman, bu qanaqa joy? Qanaqa bir manzara bu? Gullarni ko'ryapsizlarmi? Endi ochilayotgan bahor. Umuman toza atmosfera. Atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Bu chinorni qaranglar, chinorni. Chinorni ko'ryapsizlarmi? Mana dahshat. Mana bunday o'tlarni ko'rsanglar, qaranglar. O'tni balandligi, gullar. Oilaviy dam olishga ham vafshi zo'r joy. Mana bu uzoqda ko'rib turgan tovuqlaring ana shu yerdan ushlab, bittalab tovuqni ushlab, o'zlaring xohlasanglar shashlik qilasizlar, xohlasanglar kabob qilib yeysizlar, hamma sharoitlar qilib berilgan. Bu yerda tog' bor ekan, balandlikda toqqa chiqib bemalol aylanib kelishlaringiz mumkin. Mana bu tovuqlarni qaranglar. Sizlarni kutyapti bular, qaranglar. Qaranglar. Shu yerda sizlarda bir savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda tuk bormi, svit bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda svit ham bor, hamma sharoit bor. Hamma sharoit qilingan. Prosta kelish kerak, dam olish kerak bo'ldi. Boshqa gapim yo'q meni.